zolimlar najot topolmaydi. Mazlumdan rozilik so'rash kerak. Rozi bo'lsa qutuladi, rozi bo'lmasa tamom bo'ladi qiyomat kunida. Zulm zulmatga yetaklaydi, ya'ni do'zax sari olib boradi. Hech qachon zulm najotga olib boradigan yo'l emas bu. Zolim hech qachon jannatga kirmaydi, modomiki mazlum kechmasa. Qiyomat kunida bir insonni yo do'zaxga yoki jannatga buyurilayotganda butun mahshargohni aylantiradi. Ey mahshargoh ahli, qaranglarchi, mana bu odam tanisizlarmi? Jannatga kirib ketyapti yoki do'zaxga kirib ketyapti. Kimni haqqi bo'lsa haqqini olsin deydi. Shunda hamma taniydi, palonchi-yu, dunyoda meni urgan edi. Dunyoda meni qo'limni qonatgan edi. Dunyoda meni g'iybat qilgan edi, meni tuhmat qilgan edi. Kelinlar aytadi, menga nohaq zulm qilgan, meni nomimni qoralagan, meni badnom qilgan. Qizlar aytadi, falonchi qo'shnimiz bu. Sovchilar menga kelsa, hamma sovchiniga meni yomonlab jo'natardi. Falonchi bu qaynatam, falonchi bu qaynam, menga kun bermas edi. Azizlar, qiyomat kunida zolimlar najot topolmaydi.